Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugun qimor haqida, stavkalar haqida gapirmaymiz. Bugun men uchun juda bir qiyin mavzu. Bu onalar haqida gaplashamiz. To'g'ri, har bir ona o'z farzandini qimorboz bo'lishini yoki narkoman bo'lishini yoki pianista, alkash bo'lishini xohlamaydi. To'g'ri, qimor olamiga tushib qolgan insonlar ham yomon insonlar emas. Ular faqat oson pul topaman deb, to'g'ri, hayotni tashvishi, kreditlar, oilada tushunmovchiliklar, ishdagi problemalar, oylik kam bo'lishi mumkin, pul tanqisligi, pul yetmasligi bo'lishi mumkin. Shu adashib, reklamalardan ko'rib, shu qimor olamida, stavka olamida tushib qoladi. Problemalar, muammolar ortib boshlayveradi. Shu paytda unga eng katta dalda bo'ladigan narsa ona deb bilaman. Bu volidayu onalar hech qachon farzandini tashlab ketmasligilar men o'zim misolimda ko'rdim. Chunki men onajonimdan minnatdorman. Ulardan kechirim so'rayman, haligacha kechirim so'rayman. To'g'ri, stavka, qimor olamidagi inson siz va men buni yaxshi bilasiz. Chunki siz shu o'yin, shu tubanlik ichidamisiz? Siz yolg'izsiz. O'zingizni muammongiz bilan o'zingiz siqilasiz. Siqilgan bilan muammolarni yecha olmaysiz. Shu problema ortidan problema, yolg'iz bo'lasiz. Hamma narsa sizga bir qiziqmas bo'lib qoladi. Oila, farzand, o'zingizni hamma narsadan olib qochasiz. To'g'risini ayting, yashirmang bu narsani. Do'stu birodar, jo'ralar bo'lami, boshqa bo'lami? O'zingizni o'zingiz yemirib, yolg'izlikda shu muammolarni o'y-xayolingizda shu qarzdorlik, nima qilsam bo'ladi, qanaqa pul topsam bo'ladi, qanaqa qilib o'ynasam bo'ladi, shu muammoni ichida aylanib yuraverasiz. Men bugungi mavzuni onam haqida aytmoqchiman. To'g'ri, avvalambor Alloh taolaga shukr aytaman. Menga onam borligi uchun. Va Allohga shukronalar aytamanki, qalbimni iymon nuri bilan to'ldirgani uchun. To'g'ri, bularni gapirish men uchun qiyin. To'g'ri, stavkalarni, qimordan chiqisham bu ham katta ish deb bilaman, oson emas. Hamma ham qilib bilmaydi deb o'ylayman. Lekin buni iloji bor, qilsa bo'ladi. Faqat shu qimor ichida, stavkalar ichida adashib yurgan inson toki o'zi tushunib yetmaguncha atrof muhit, to'g'ri, onajonlar yordam beradi. Turmush o'rtog'i yordam beradi, yaqinlar yordam beradi. Bu yordam faqat yana o'yinga sizni intiltirar ekan. Men buni o'zim guvohi bo'ldim. Chunki men onamdan hozirgacha minnatdorman. Ilohim shu Allohim bergan umrini yashasinlar, ikki dunyo saodatini ko'rsinlar. Men onamdan to qilgan gunohlarim uchun hozirgacha kechirimlar so'rayman. Chunki qo'lidan kelgan yordamni qildilar. Alloh uchun ham yordam qildilar. Oxirgi marta men eslayman. Men senga o'g'lim sifatida emas, Alloh uchun yordam beraman deganlarida men ko'zlarimda yosh kelgan. Baribir men shu yordam bergan paytda ham xayolim o'yinda bo'lgan. Meni xayolim onam yig'lab bo'lsa ham yig'lamagan, qalbi yig'lagan bo'lsa ham Alloh uchun senga mana yordam pul deb bergan menga. O'sha paytda meni o'y-xayolim, fikrim faqat o'yinda bo'ldi. Hozir hisobimni to'ldiraman, stavka qilaman, yutaman, qarzlarim qutulaman. Bu xato ish ekan. To'g'ri, onalar yordam beradi. Hech qachon o'ylamaydi farzandi shundoq
stavkachi qimorboz bo'lishini istamaydi. Hech qaysi ota-ona istamaydi. Men bitta narsani yana tushunib o'tdim. Xoh qimorboz bo'lsin, xoh narkoman bo'lsin, xoh pianista, alkash bo'lsin, baribir farzand ona uchun farzand bo'lib qolar ekan. Men nima demoqchiman? Bugungi videomda hozir qimor ichida, qimordan chiqish yo'llarini izlayotgan insonlarga shuni aytmoqchimanki, ular to'g'ri hozir qarzdorlik botqoqiga kirib qochib yurgan bo'lishi mumkin. O'zbekistondan chiqib ketib kimdandir qarz olgan bo'lishi mumkin. Boshqa davlatda yurgan bo'lishi mumkin. Ota-onasi bilan 5-6 oy, 1 yillab gaplashmagan insonlarni ham bilaman. Ularga maslahatim, telefon qilinglar. Baribir qalbida farzandi bo'ladi. Farzandini o'ylar ekan. Nima bo'lsa ham shu yomon, yaxshi bo'lsin, baribir farzand. Baribir telefon qilish kerak, gaplashish kerak, kechirimlar so'rash kerak. Ertaga kech bo'ladi. Abadiy emas hayot. Hammamiz issiq jon, kasal bo'lishimiz bor. O'lim abadiy emasligini tan olish kerak. Allohimga shukr, men onamlar hozir hayotlar. Ularga duo qilaman. Sog' yurishsin, omon yurishsin. Bunday sinovlarni Allohim berib turibdi, battaridan saqlasin. Hozir men to'g'ri kurashyapman, qimordan chiqdim, o'ynamayapman. 60 kun bo'ldi bugun. Shu o'yinni tark qilib, ko'nglim xotirjam, fikrlarim toza, kechqurunlari bemalol uxlayapman. Onajonim borligi uchun shukrlar aytaman. Qimor ichida yurgan insonlar vaqtida fikr qiling, xulosa chiqaring, to'g'ri qaror qabul qiling. O'yindan chiqsa bo'ladi. Faqat tan olish kerak, o'zingiz toki tushunib yetmaguningizgacha shu o'yin ichida bo'lasiz. Bu ishni uddalasa bo'ladi. Men bu o'yindan chiqdim. Siz ham chiqa olasiz. Siz yolg'iz emassiz. To'g'ri, bizani mentalitet boshqacha baribir. Odam tan olgisi kelmaydi. Qo'rqoqmiz. Qo'shnilar nima deydi? U nima deydi? Bu nima deydi? O'sha qo'shni u bu nima deydi degan narsa bizlarni cho'ktiradi. Bu narsadan tan olib chiqish kerak. Kim nima desa nima desin. Odamlarning g'ibati to'xtamas ekan. To'g'ri aytishadi, bir aytishadi, ikki aytishadi. Bu narsalar unut bo'lib ketadi. Siz to'g'ri qaror qabul, to'g'ri yo'ldan ketsangiz, ertaga inshaalloh hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Ana shu qimor ichida, qimor atrofida, qarzdorlik botqoqida yurgan insonlarga yana bir bor aytaman, to'g'ri qaror qabul qiling, o'yindan chiqsa bo'ladi. Bu narsani to'g'ri qaror qabul qilib, vaqtida to'xtatmasa, oxiri yaxshi oqibatlarga olib kelmaydi. Xulosa qiling, tan oling, to'g'ri qaror qabul qiling. Ko'rishguncha.